Huzurunlarda bulduğunu Murdikildo Takırbaş, Murduga Amra Kara Adaş hikayesi men bir rivayet filmi. Amerikadagi pul tepib, yo'l tepib, ishdan patmay qolgan dori şirketlarining biri o'zini chaqlamay rak kasaliga davo dori yasab chiqdi deb jar silib, tez suratda davolash ilib bordi. Kim bilsin, necha oy ichida heliqi saqaygan bemorlarning hammasi o'lib tugabda qolmay, havo orqali tarqaladigan g'alit virus keltirib chiqardi. Bu virus tarqalishi bilan joniki odamlarning o'ldig'ini o'lib, yana bir qismi murdiga aylanib ketadi. Faqat intayin az bir qism virusga qarshi tug'ma immunitet kuchi bor insonlarla hayot qoladi. Bu odamlar havo orqali zararlanmagan bilan taqir murdalar tishlab olsa, o'xshashdan murdiga aylanib ketgachga mukinib yashaydi. Har holda murdalar nurdan qo'qqashqa odamlarga kunduzi bo'lsa-mu azroq degidek vaqt chiqadi. Filmdagi birdan-bir quramga yetgan R5 personaj Tanha aka virusga qarshi tug'ma immunitet kuchiga ega virus ilmiy tadqiqotchisi bo'lib, kasal bayqalgan tunji vaqtdan boshlab virus tadqiqotiga kirishib ketgan. Mana tadqiqot davomlashib 3 yildan keyin odam otliq narsani o'zini qoladi. Yana uning hamroh ishtimo nasl qurish oldidagi eng oxirgi bir ish urqi bo'lib qoladi. Shundaqdimi u tadqiqotni to'xtatmaydi. Biroq kunda 24 soat tadqiqot bilan shug'ullangan bo'lmaydi-da. Chunki e'lonlarda aytgandek quruqtaga o'rdirmaydi. Şunu pat-patla iştini geçtirip o uğulğıl çıkıdı. Saati cırın qilgan aman tapançını xadı qilib tikiydi. Çünkü murdilar gündüzü zeprang bo'lgan bilan kechsi haprang. Şoňa hayatlyqni qadrlab, naq vaqtida uyga qaytib, insonlarning naslini quritmaslik uning bosh tortib bo'lolmaydigan majburiyati. Keşme buludu Tanha aka iştini bag'riga ching besib, ko'zlarini yo'g'on ichib uyquga ketadi. Biri yo'q, ishni ko'ring, uyqu yo'q, tushni ko'ring deb, uxlamayla 3 yil avvalgi reallikni tushunib ko'rdi. O çağlarda bu virus yangi taralgan bo'lib, Tanha aka xizmat qulayligidan foydalanib, xotin bolalarni tikuchar silib, taqir murdilar oyog'i tegmagan yiroqlarga yo'l qildi. O'ylamaganda tikuchar o't olmay turib, qo'ng'idan is chiqib, yana bir tikucharga so'qilib ketib, R5 personaj 30 yoshda xotinsiz tul qoladi. Shundan keyin azobni qudratga aylantirib, insoniyatni qutuldirish yo'lidagi tadqiqotga hayotini atiydi. Tang atqanda tajribaxonasiga kirib, shuncha ko'p murda chashqanlar orasidagi bir chashqanning burunqa g'aljiriqini tashlab, qo'yning qo'sidek yuvashlab ketganligini ko'rdi. U tadqiqotning unum bo'lgandek his qildida murdadan birini tutib kelib, tadqiq qilishga tayyorlandi. Tadqiqot obyektini tutib kelishdan burun kundalik harakat plani bo'yicha boshda dey sotadigan do'konga berib, u yerdagi yangi chiqarib har xil qiyofatda turgan so'lyo odamlar bilan biray qurib paranglashdi. Ondan pristanga berib, odam izlash e'lonini o'qigach, mo'jiz yuz berib, do'kondagi so'lyo xallarning birasiga turukka jang kirib ketishini tilaydi. Ondan haqiqiy xizmat kuchi qiltaqdan birini qurib, tirisida kelgan murda otliq qizchaqdan birini qo'lga keltirdi. Murdaning bosh ko'zini qarxaltiga solab turishiga oldidagi binodan qiyr taqir murdadan biri chiroylarini purlishib ketgan dasmoldek turib, Tanha akaga qarab bo'g'izlangan mo'zaydek chirqiraydi. Tanha aka qiyr taqir qiliqlari uningdan ortiq deb, mataqirning qiliqlarini deb hayronlikda uning olib qo'yib mashinasini haydab ketib qoladi. Uyga qaytib murda qizga tadqiq qilib chiqqan o'kulni urdi. Uning tirisida asli kelib o'zining tanha kunlarini oxirlashtirishini shuncha kutgan bo'lsa-mu, afsus, ish uning o'ylagandek bo'lmaydi. Demak, bu dora kar qilmadi. U ikkinchi kuni yana ishtini agashtirib, dayxonaga ketib olsa, dayxonadagi so'lyo odamning birining yo'l bo'yida turganligini ko'rdi. Hayajon ham qo'rqinish iligida Piristondagi telekim ijobat bo'lgan o'xshaydi deb 3 yillik Tanha hayotiga atab xotima degan naqshni yozmoqchi bo'lib, so'lyo odamning qishiga ildam qadamlarini ilib mangdi. Kim bilsin bu yiliq taqir murda qurgan qiltaq bo'lib, Tanha aka qiltaq tushib, beshi yerga puti osmon bo'lib, isilib qoldi va hushidan ketdi. Necha soatdan keyin o'shiq kelganda quyosh patqili ozli qolgan bo'lg'achqa shartda yaniki pichoqni chiqarib, vachchidiq orqani kesib, quyruqini xada qilib qochmoqchi bo'ladi. Biroq orqani uzib yerga tushganda yerdagi oldin tayyorlangan nayza yo'dsini teshiydi. Tanha aka og'ir qazobda sezik yegan xotindek chiqiravosa, qiyr tartiq murda yotgan yilonning beshini qo'zg'ama desam anglamadan qo'y. Mana amsa debla 3 tari so'rin murda itni qo'ydi. Bir maydon qonliq jang jarayonida poqoqning ustiga sugal chiqqandek uning amroq ishtimi ig'ir yaralandi. İki kisel bir-birini yo'lab uyga qaytgandan keyin Tanha aka murdaga aylanay deb qolgan ishtiqqa qarab, uning murdaga aylanib ketishiga chidab olmay, ilojsizlikdan uni o'z qo'li bilan o'ltirdi. Yo'laksiz qolgan Tanha aka qattiq umidsizlanib, yarim qaytsan degan naqshni to'g'lig'ash murdalar to'piga mashinliq bostirib kirdi. Dasaydig'ini dasab o'zimi murdalarning murda birodariga aylanib qolay deb qolganda, biraylan kuchlik nuri orqali uni qutqizib qoladi. Tanha akaning tilaklari chechak ichib, rostla tirik odamning ikkisi uning odam izlash e'lonini ko'rib, uni izlab kelgan bo'lib, naq uning azob hikoyasining ustiga tushdi. Ularning biri chiroyli oyxinim, yana biri kichik o'g'il bola edi. Ularni ko'rib, xotini o'lib tulib qolgan, ishda o'lib yolg'iz qolgan Tanha akaning gulqaqalari ejilib ketdi. Biroq eg'iz quloq yetib bir kun to'liq o'tmay turibla, qiyr tatuq murda bir to'p dasmal chiroy murdalarni agashtirib, ularni bir taraf qilishga keladi. Tanha akaning oldin tayyorlagan qiltaqlarimi ularga kar qilmaydi.
boy talqon yegani yomg'ir yoqqan bilan kambag'al talqon yegani bo'ron chiqadigan bu jahonda uning tirik qilishimi tasga to'xtishi aniq gap edi. Tasdijan bo'lgan 3 kishi darhol Tanha akaning tajribxonasiga kirib, aynak ishini yetib oladi. Biroq bu bir to'p dasmalchiray murdalar chiroqni ko'rgan parvondek o'zini aynak urdi. Oxirida yilqi qiyratadiq murda aynaki kiypinakdan birini sizdi. Shundalar gachnotlini onasi bildi deb murdani tadqiq qilgan Tanha aka uning o'zi tutqun qilgan qiz murdani izlab kelganligini bilib, qayerdan qiz talashmay jon talashay deb qiz murdani uning topshirdi. Qiyratadiq murdimi meyzi kibar cho'ng bo'lg'achqa meyziga ikkini mushlabda ularga hayot hukmini qoldirib, qo'l ostidagilarni agashtirib ketib qoladi. Filmning oxirida Tanha yigit Ayxini bilan Shakishni elib, hayot qilgan boshqa odamlarni izlash safariga otildi. Elqi do'rining 40 yildan kelmaydiganligini hozircha hech kim bilgan yo'q. Balkim bu yil bu filmning 2-bo'limi tarqatilsa, 40 yildan do'ri haqida